Assalomu alaykum. Nabzey marketdagi uchastkamiz mana xudo xolisa ishlari yakunlandi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu nima qilib berdi? Gips kardon xizmatlari, TIga xizmatlarni qildi. Atechentlar qilib berdi. Tepasi qumli, inshaalloh. Devorlar andavada surildi. İnşallah tiyagalari bilan bo'yab, uy egalariga ham hammaga yoqdi. Uy joylarini ham sog'olishibdi bir pasda. Kecha bitirib berdik, уже bugun hamma narsa o'z joyida. Mana ko'ringlar o'zinglar, sekin bir chekkada. Inshaalloh sizlarga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zinglar bilasizlar-ku, qaysi nomerga telefon qilishlarini, kim bilan gaplashishlarni.